Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Diniy tadbirkorlik va pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Abdurashid Nuriddinman. Demak, sizlar bilan bugun biz kompleks sonlar va muavir formulasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu mavzuimiz bir qancha rejalarni o'z ichiga olgan. Kompleks sonning trigonometrik ko'rinishi, trigonometrik shakldagi kompleks sonlarni ko'paytirish, trigonometrik shakldagi kompleks sonlarni bo'lish, kompleks sonlarni darajaga ko'tarish, kompleks sonlardan ildiz chiqarish kabi rejalarni o'z ichiga oladi. Demak, birinchi kompleks son trigonometrik ko'rinishi. Bilamizki, kompleks son z teng a plus b ko'rinishida beriladi. Bu algebrik shaklda berilgan bo'lsin. Kompleks sondagi a va b o'rniga a teng r cosinus phi va b teng r sinus phi qiymatini qo'yadigan bo'lsak, bizning kompleks sonimiz quyidagi ko'rinishga keladi. Bu yerda r'imiz kompleks sonning moduli, ya'ni uzunligi phi rz. Bu esa kompleks son trigonometrik ko'rinishi deyiladi. Ya'ni birinchi ifoda. Endi misol z teng -1 minus i ilzosi 3 kompleks sonni trigonometrik shaklda ifodalang deyilgan. Birinchi uzunligi, ya'ni z kompleks sonning moduli r teng ilzosida a kvadrat plus b kvadrat. O'tgan darsimizda eslatib o'tganmiz buni. Ya'ni -1 kvadrati plus minus ilzosi 3 kvadrati. Bundan hisoblaydigan bo'lsak 2 ga teng qiymat kelib chiqadi. Endi bilamizki a'miz manfiy, b'miz ham manfiy. Bu 3-chorakka to'g'ri keladi. 3-chorakda argumentimiz phi teng minus p plus arctangens ilzosi 3 ga teng. Bundan minus p plus pi taqsim 3, ya'ni arctangens ilzosi 3 qiymati pi taqsim 3 ga teng. Bundan minus 2 pi taqsim ilzosi 2 pi taqsim 3 ga teng bo'lgan qiymat kelib chiqar ekan. Endi algebra shaklda kompleks sonni trigonometrik shaklga o'tkazish uchun boya formulasini keltirib o'tdik. Ya'ni qo'yadigan bo'lsak 2 cosinus minus 2 pi taqsim 3 plus i sinus minus 2 pi taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Endi trigonometrik shakldagi kompleks sonlarni ko'paytirish. Trigonometrik shaklda berilgan z1 hamda z2 kompleks sonlar ko'paytmasi va bo'linmasini aniqlaymiz. z1 z2 teng r cosinus phi plus i sinus phi ko'paytirilgan r2 cosinus xi plus i sinus xi. Bundan r1 r2 cosinus phi cosinus xi minus sinus phi sinus xi plus i cosinus phi sinus xi plus sinus phi cosinus xi tengliklarga ega bo'lamiz. Buni biz soddalashtiradigan bo'lsak r1 r2 cosinus phi plus xi plus i sinus phi plus xi ga ya'ni trigonometrik shakldagi kompleks sonlarni ko'paytiradigan bo'lsak, biz uzunliklar, ya'ni r1 r2 hamda argumentlar yig'intisiga teng bo'lar ekan. Demak, biz endi trigonometrik shaklda ikkita kompleks sonning bo'linmasini keltirib o'tamiz. z1 taqsim z2, ya'ni z1 kompleks sonimiz quyidagiga teng, z2 kompleks sonimiz quyidagiga teng. Birinchi qilinadigan ish, ya'ni kompleks sonning qo'shmasiga ko'paytirilyapti. Ya'ni mana bu kompleks sonimiz qo'shmasi deyilganda mana bu plus ishorani minus ishora bilan almashtiramiz. Surat va maxrajiga manfiy bo'lgan kompleks sonni trigonometrik shakldagi kompleks sonni ko'paytirib olamiz. Bundan biz foydalanib qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, ya'ni suratdagi ifodamiz r1 cosinus phi minus xi plus i sinus phi minus xi ga va maxrajimiz 1 ga teng qoladi. Mana 1 ga teng qoladi. Bundan r2 ifodaning o'zi qolyapti. Demak, z1 tasbitlik kompleks sonimiz 3-ifodaga teng ekanligi kelib chiqyapti. Endi trigonometrik shakldagi kompleks sonlarni bo'lish. Buni keltirib o'tdik. Endi kompleks sonlarni darajaga ko'tarish. 1 darajaga ko'tarish. Ya'ni boya yuqoridagi formuladan foydalanib trigonometrik shaklda berilgan z teng r cosinus phi plus i sinus phi kompleks sonni darajaga ko'tarishimiz mumkin. Faraz qilaylik, n butun musbat son bo'lsin. Z n-chi darajasida teng z1 va hokazo z n ta ko'paytmadan tashkil topgan bo'lsin. U holda zn tenglik r1 r va hokazo r n ta ko'paytma cosinus phi plus phi va hokazo phi
Bu yerdagi yig'inimiz ham enta plus i sinus bu ham xuddi shunday enta yig'inidan tashkil topgan. Ifodani soddalashtiradigan bo'lsak, ya'ni z ning n'chisi teng enta r bo'lgani uchun r ning n'chisi kosinus enta yig'inda bo'lgani uchun n phi plus i sinus n phi ifodaga ega bo'lar ekanmiz. Endi kompleks sonlardan ildiz chiqarish. Kompleks son n darajali ildiz deb n daraja ko'tarilganda ildiz ostidagi songa teng bo'ladigan kompleks songa aytiladi. Ya'ni rho ning n'chisi kosinus n ksi plus i sinus n ksi teng r kosinus phi plus i sinus phi ifodadan mana bu ifodani, ya'ni n darajaga ko'taradigan bo'lsak, bu tengligimiz yuqorida, bu tengligimiz esa o'ng tomondagi tenglikdir. Kompleksion ildizlar teng bo'lishi kerak. Argumentlar esa 2pi ga karrali songa farq qilishi mumkin bo'lgani uchun, ya'ni rho ning n'chisi teng r ga, bundan rho teng ildiz ostida n darajali ildiz ostida r, n phimiz esa phi plus 2pi ga, bundan ksimiz phi plus 2pi taqsim n ga teng bo'ladi. Bu yerda k ixtiyoriy butun son, k ga 0 dan n-1 gacha qiymatlar berib, ildizning enta har xil qiymatlarini topamiz. Shunday qilib, kompleks sonning n-chi darajali ildizi enta har xil qiymatga ega bo'ladi. Ya'ni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni n-chi darajali ildiz ostida r qavsida kosinus phi plus 2pi taqsim n plus i sinus phi plus 2pi taqsim n-chi n ga teng bo'lar ekan. Bu yerda bu ham aytib o'tdik, kamiz 0 dan n-1 gacha ega bo'ladi. Ya'ni darajaga ko'tarish hamda ildiz chiqarish formulalar muavir formulalar deb atalar ekan. Endi misol ko'radigan bo'lsak, z1imiz 2-2i va z2imiz ildiz ostida 3 plus i sonlar berilgan bo'lsin. Trigonometrik shaklda z1 z2 ko'paytma va z1 taqsim z2 ni topamiz. Demak, dastlab z1 kompleks son 2-2i son uchun r1 aniqlanyapti, 2 ildiz ostida 2i ga. Hamda kosinus phi 1, ya'ni argument 1 taqsim ildiz ostida 2. Sinus phi 1imiz minus 1 taqsim ildiz ostida 2. Bundan phi 1imiz minus pi taqsim 4 ga teng ekanligi kelib chiqyapti. Ya'ni z1 kompleks sonimiz trigonometrik shaklda quyidagicha bo'lyapti. 4-misolimiz z teng 1 taqsim 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 2i kompleks son uchun z ning 20-darajasini topishimiz talab etilyapti. 71-chi kompleks sonimizni r, ya'ni modul, kompleks sonning moduli topiladi. Bilamizki a miz kvadrat plus b-miz kvadrat. Bundan 1 ga teng bo'lgan qiymat kelib chiqyapti. Arz argumentimiz esa rektangl ildiz ostida 3, ya'ni a taqsim b ni qisqarib rektangl ildiz ostida 3 pi taqsim 3 ga teng bo'lyapti. U holda z kompleks sonimiz quyidagiga teng bo'lyapti. Ya'ni muavir formasiga ko'ra z ning 20-chisi teng kosinus pi taqsim 3 plus i sinus pi taqsim 3 ning 20-chisi. Bundan keltirib o'tdik boya, kosinus 20 pi taqsim 3 plus i sinus 20 pi taqsim 3. Bundan kosinus 20 pi taqsim 3 plus i sinus 20 pi taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Endi bu tenglikni soddalashtiradigan bo'lsak, bundan kelib chiqar ekan z ning 20-chisi tenglik minus 1 taqsim 2 plus ildiz 3 taqsim 2 tenglik kelib chiqar ekan. Endi 5-misolimiz ko'pinchi darajali ildiz ostida z kompleks sondan ko'pinchi darajali ildizlarni topamiz. Ya'ni misolimiz ko'pinchi ildiz ostida minus 1 minus ildiz ostida minus 1 minus i kompleks son ekan. Demak, birinchi qilinadigan ishimiz a-miz minus 1 ga, b-miz ham minus 1 ga teng. Ya'ni bu chorakga, ya'ni argumentni aniqlayotganda 3-chorakka tengligini bilib qo'yganimiz yaxshi. Endi r modulini topadigan bo'lsak, a kvadrat plus b kvadrat, bundan ildiz ostida 2 tangens pimiz 1 ga teng. Ya'ni phimiz 3-chorakka teng, 3-chorakda bo'layotganligi uchun pi plus pi taqsim 4. Ya'ni bundan 5 pi taqsim 4 ga teng bo'lgan qiymat kelib chiqadi. Ya'ni muavir formasiga ko'ra 6-darajali ildiz ostida 2 kosinus 5 pi taqsim 4 plus 2 pi taqsim 3 plus i sinus 5 pi taqsim 4 plus 2 pi taqsim 3. Ya'ni kamiz 0, 1, 2. Ya'ni 3-darajali ildiz bo'lgani uchun 3 ta ildizi bo'lar ekan. Birinchi kamiz 0 bo'lganda k ga qiymat beramiz. Demak 0 pi 2 pi k 0 bo'lgani uchun 0